Okay. Limit bilan summation doim bizga Riemannni eslatadi. Riemann keladi bu. Bir taqsim n bor ekan, bu yerda ham k taqsim n bor. Birinchi bo'lib functionni bu yerga qo'ymanglar, xato. Ya'ni xato emas, murakkab bo'lib ketadi. Birinchi buni hisoblab olish kerak. Keyin bunga o'tamiz. Ya'ni integralga o'tib olganimizdan keyin osonlashadi. Shuni integral bilan aytib yuboringlar. Nima bo'ladi? Bir taqsim ikkiga chiqarib olsak, 0 dan 1 gacha. Aha, 1 taqsim 2 ni bu yoqqa chiqarib olamiz. 0 dan 1 gacha. F k taqsim n ni x deb olamiz. X taqsim 2 Tushundim. x. Simple. Shu 3 taqsim p ga teng ekan. Endi hisoblasak bo'ladi. Bu yoqqa 2 ni ham bu yoqqa ko'paytirib yuboramiz. Integral 0,1 x taqsim 2 ni qo'yadigan bo'lsak nima bo'ladi? Sinus 2 dx. Bu yerda y ham bor. Bo'ldi, shuni tenglaymiz 6 taqsim p ga. Okay. Integral nima bo'ladi buni? Minus 2 taqsim p cosinus px to p taqsim p x. 0,1 ni qo'yamiz. Nima kelib chiqadi shunda? 0,1 ni qo'yadigan bo'lsak, 1 da p taqsim 2 0 bo'lib ketadi. Over pi 0 ni qo'ysak, 0 ni qo'yganimizda 1 bo'lib ketadi plus p taqsim p ga. Shu yerdan 4 kelib chiqadi.